إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح. Bismillahirrohmanirrohim. Hozirgi kunda G'azo ahlining ehtiyojlari juda ham kattadir. Bosqinchi Isroil G'azo ahliga bosim o'tkazishda davom etib kelmoqda. Zarur mahsulotlarda, ayniqsa un ta'minotida sezilarli tanqislik mavjuddir. Bozorlarda topilgan taqdirda ham ko'pchilik oilalar sotib ola olmaydigan darajada qimmatlashib ketgan. Alloh qodir qilgancha ko'chirilgan, qiynalayotgan birodarlarimizni oz bo'lsa-da oilalariga quvonch olib kirishga harakat qilmoqdamiz. Bugun 2026-yil 4-aprel haftaning shanba kunida Allohning fazli bilan hamda O'rta Osiyo musulmon birodarlarimizning saxovatli ihsonlari sababli 200 ta oila uchun jami 5 tonna un tarqatmoqdamiz. Allohdan so'raymizki, ularni jannat ne'matlari bilan siylasin, mol-mulklari va farzandlariga baraka bersin hamda barcha ihson qiluvchilardan Alloh rozi bo'lsin. كل المعاني وإن حبرتها عجزت وفي القوامس شيء ليس يكفيني. أدعو الإله بأن ألقاك في فرح وفي جوارك في الجنات يدنيني. وفي جوارك في الجنات يدنيني.